Eng kami qancha oldingiz? Eng kam qancha oylik olyapsiz? Mana 15. Kami 180 dan 200 gacha olyapti. 180 mingdan 200 minggacha mana shu Zivnovoy olyapti. Straight qilaman, qilmaydimi? Shu kommentariyaga kirib o'z fikrlaringizni yozib ketingizlar. Xalqqa real oylikni gapiring. Qanchadan oylik olyapsiz? Oylik har xilda chiqadi. 150, 170 chiqadi. 150 dan to 170 minggacha. Ha, 170 mingga chiqadi. Surxondaryolik podpischalarimizga nima deysiz? Kelsin, ishlasin, pulini olsin, musofirda yurgan bo'lsa, ishsiz yurgan bo'lsa, ko'cha-ko'yda yurgan bo'lsa, ishi o'xshamayotgan barcha tanish bilishlarga, musulmon xalqiga ishga kelsin, pulini olsin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar. Sizlarga mana yaxshi joydan ish chiqaryapmiz. Ko'pchilik Murodov TV nimaga ish chiqarmay qolding degani uchun men sizlardan Manalitdan yaxshi joydan ish chiqaryapmiz. Aziz obunachilar, mana shu videomizga bitta-bittadan laykni bosib, gruppalarga podelitsiya qilingizlar. Shu ishsiz yurgan akalarimizga yetib borsa, juda xursand bo'lamiz. Hozir mana shu yerda akalarimiz ishlayapti, hammasiga savol-javob qilib, hammasini batafsil sizlarga tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum, yana bir marta. Qanday, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Shukr. Mana bizning podpischalarimizga gapiring endi. Murod Terik bolalarning podpischalari. Bizga mana shu yerda ishlayapmiz, yangi ishga kelganmiz. Bizga asosan armaturchik, plotnik, montajlik bolalar kerak. Faqat spetsialist ishlagan bolalar kerak. Yana bir gap, dokumenti 100% bo'lishi kerak dokumenti. Biz dokument bergan umuman kategoriyasiga mumkin emas. Ofitsial ishlaydi, turdovoy dogovor hamma narsasini qilib beradi firma. Keyin shogirdlarimizga kelsak, oyligimiz vaqti-vaqtida har oyning 5 kun 10 kun zaddeshkasi bo'lishi mumkin. To'g'ri, zaddeshkasi bor 5 kun 10 kun. Pitaniya, yotoq joy, qolgan forma, adejda bilan kakvolojni ta'minlaydi firma. Firma, hurmatli obunachilar, forma, registratsiya, hop, yotoq joy, 3 mahal ovqatni beradi. Puliga biror xil, puliga aldov yo'q. Faqat bizning bu ABK spetsialist odamlar kerak, shu montajnik, plotnik, armaturchik spetsialist bo'lish kerak. Bu yerga kelgandan keyin ishni ko'rsatish kerak. Hozir mana kelamiz, shu akalarimizdan ponni savol javob qilamiz, qanchadan oylik olyapti, qanday qilyapti. Keyin qani kamerani yaqinroq qiling. Assalomu alaykum. Bo'ladi, xudoga shukr. Mikrofonni bering. Mikrofonni oling. Aka, qayerdansiz? Surxondaryodan aka. Surxondaryodan. Qancha vaqtdan beri shu manal sohasida ishlayapsiz? 2 oy bo'ldi kelib ishlayotganim. Mana xalq bizni kuzatib turibdi. Shu xalqqa realni oylikni gapiring. Qanchadan oylik olyapsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringizni yaxshimisiz, zo'rmisiz? Men 2 oydan beri ishlayapman mana shu Adekda. Bekmurat aka bilan ishlaganim. Yaxshi, oyligim hozir 135-40 gacha olyapman 2 oyda. Yomon emas. Dokumentalni 100% dokument bilan ishlatar ekan. Firma ham zo'r firma. Yo'q, qo'lingizga toza olishingizni gapiring. Qancha olyapsiz? 135 dan 40 olyapman. 135 dan olyapsiz. Bu yoq xudo xolasa yoz aziz obunachilar. Bugun 25-iyunda video qilyapmiz. Bu yoqdalardan so'raymiz. Assalomu alaykum. Biroq qandaysiz? Keyin qani? Zo'rmisiz? Aka, qayerdansiz? Farg'ona Qo'qon. Farg'ona Qo'qondan. Bu yerdan mana O'zbekistondan ham, Tojikistondan ham hamma yerdan odamlar ishlayapti. Qancha vaqtdan beri manal sohasida ishlayapsiz? Yaqinda keldim, endi bolalar lekin yaxshi normal ishlashadi. Siz yaqinda kelsiz. Oylikqa chiqdingizmi? Yo'q, endi chiqdim. Oylikqa chiqqan yo'q ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biroz zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Mikrofonni oling. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz shu manal sohasida? Mana sohasida 2 oy bo'ldi ishlayotganimizga. Ishlari yaxshi. Xulosa ko'rishga ishlari yomon emas. Oyliklari ham yaxshi. Oylik qanchadan oylik beryapti? Oylikda 135 dan 140 gacha olyapmiz. 135 dan 140 gacha boshlanishi. Ishlarimiz Allohga shukr yaxshi, dokumentalda ishlayapmiz. Ofitsialni ponni dokumentlar qilib beradi. Albatta. Dokumentlar qilib beradi, turdovoy dogovor bilan. Hech qanday muammosiz. Rahmat aka, sizga ham. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar. To'g'risizmi? Keyin qani bir qo'lingizni olib.
keng. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Aka qayerdansiz? Tojikistondan, Tojikiston qayeridan? Qabadiyondan. Qabadiyonni patpichiklarga nima deysiz? Mikrofondan. Qabadiyonlik patpichiklarga nima deysiz? Nima deyman, ish qilyapti mana. 150 160 olyapmiz, mayda-mayda. Mana bu sohada qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? 1,5 yilcha bo'lib qoldi. 1,5 yil bo'ldi. Shu xalqqa real oylikda gapiringki, 150 ta, 160 ta oylik bo'lyapti. 150 160 Ha. oylik beradi. Bu yerda aziz obunachilar shu qancha ishni yaxshi bilsan, shunga yarasha oyliklar ko'tarilib ketaveradi. Puldan aldov unday narsa yo'qmi? Yo'q, alda yo'q. Oyma-oy. Oymoy oylikni beryapti. Ha. Yo'q aka, rahmat sizga ham. Keyin mikrofonni bering. Qochmangizlar, assalomu alaykum. Qandaysiz? To'xtang. Qayerga boryapsiz? Qandaysiz? Zo'rmisiz? Mikrofondan. Qayerdansiz aka? Tojikistondan bo'laman. Siz ham Tojikistondan. Tojikiston qayeridan? Qabadiyondan bo'laman. Qabadiyondan. Murodov TV'ning patpichklariga nima deysiz? Qabadiyonlik patpichklariga. Hammaga omad deymiz, salom deymiz hammaga. Aha. Avvalo sog' bo'lsin hamma. Qarang, mana shu sohasida qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Mana aka 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri mana shu akamiz manalda ishlayapti. Oyliklar qanday bo'lyapti? Oylik aka bo'ladi, zo'r. Yaxshi, chiroyli oylik olyapti bolalar. Yo'q. Eng kami qancha oldingiz? Eng kam qancha oylik olyapsiz? Mana 15. Hamma 180 dan 200 gacha olyapti. 180 dan 200 gacha olyapti. Siz nima sohada ishlaysiz? Armatur chiqgan. Armatura Zivinovoy bo'lsangiz kerak. Navoiy. Armatura Zivinovoy 180 dan 200 minggacha oylik olyapti. Shu manalda ishlaydigan akalarimiz, agar sizlar qancha oylik olyapsizlar? Shu 180 mingdan 200 minggacha mana shu Zivinovoy olyapti, straight qilaman, qilmaydiman. Shu kommentariyaga kirib o'z fikrlaringizni yozib ketingizlar. Iloji bo'lsa videoga bitta-bittadan like bosib, ishsiz yurgan akalarimizga tarqatib qo'ysangiz juda xursand bo'lamiz. Hozir biz tepaga ham chiqamiz, bunday montajlarni ham video qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, tepaga ham chiqib keldik. Shu tepada akalarimiz bilan so'raymiz, qanchadan oylik olyapti. Yo, assalomu alaykum. Murat, qandaysiz? Zo'rmisiz? Yomg'ir ham boshlab yubordi. Aka, qayerdansiz? Tojikistondanmiz. Tojikiston qayeridan? Kolxozoboddan. Kolxozoboddan? Shu kolxozovodni patpichklarimizga nima deysiz? Shu yaqindan olay birin kamerachi. Qancha vaqtdan beri shu manal sohasida ishlayapsiz? Qayerda bo'ldi mana bu ish? Qarang, 7 yildan beri mana xalqqa real oylikni gapiring. Qanchadan oylik olyapsiz? Oylik har xilda chiqadi. 150, 170 chiqadi. 150 dan to 170 minggacha. Ha, 170 mingga deb chiqadi. Bu rasxodlaringiz qanday bo'ladi rasxod? Bir oyda qancha rasxodingiz bor? Rasxod ham yo'q uncha bir oyda. Rasxod yo'q. Yo'q, faqat nima rasxod qilamiz? Patent- Telefon o'shatamiz, patent to'lasa. Yebichar, Yebichar o'lan o'qisa. Aha. Qilsa. gap yo'q aka. Sizga ham kattakon rahmat, gazni bosingizlar. Assalomu alaykum brat. Assalomu alaykum. Qanday, zo'rmisiz? Qayerdasiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Surxondaryolik patpichklarimizga nima deysiz? Kelsin, ishlasin, pulini olsin, musofirda yurgan bo'lsa, ishsiz yurgan bo'lsa, ko'cha-ko'yda yurgan bo'lsa, ishi o'xshamayotgan barcha tanish bilishlarga, musulmon xalqiga ishga kelsin, pulini olsin. Qarang, qo'lidan biror xil aldov bormi? Pulidan aldov yo'q. 2021-yildan beri mana shu odam qo'lida ishlab kelyapman. Biror xil aldov puliga javob beradi. Javob beradi. Pulni olmay qolgan odam qolmagan. Qarang. Oylik qanchadan olyapsiz? Oylik 130 mingdan 170 minggacha olyapti. 130 mingdan 170 minggacha oylik olyapti. Shu manalda ishlab yurgan akalarimiz bo'lsa 130 mingdan 170 minggacha oylik olyapti ekan. Shu straight qilaman, qilmaydimi? Agar straight qilmasa, shu kommentariyaga kirib qilmaydi deb yozingiz. Agar straight qiladigan bo'lsa, manalda straight qiladi deb yozib ketingizlar. Sizlar qanday sohada ishlayapsizlar va sizlarning oyliklaringiz qanday? Shu kommentariyaga kirib o'z fikrlaringizni yozib ketsangiz juda xursand bo'lamiz. Yo'q. Assalomu alaykum. Qandaysiz, bro? Zo'rmisiz? Zo'rmisiz. Bo'ladi. Qayerdansiz aka? Surxondaryo. Surxondaryo? Surxondaryoning qayeridan? O'zbekiston Surxondaryo. Surxondaryoning o'zidan. Denovdan. Denovdan. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz aka?
Qancha yil bo'ldi? 5-6 yil bo'lib qoldi. 5-6 yildan beri shu manual sohasida ishlayapsiz, ha? Ha, Oyliklar qanday? Normalmi? Chiqib ishiga qarab chiqarib beradi oyligini. Oylikda ishiga qarab chiqarib beradi. Hurmatli obunachilar, yana bir marta aytib o'tayin, bu yerga faqat spetsialist odamlar kerak. Kamida shu 3 oy, 4 oy ishlagan, manualda ishlagan bolalar kerak. Bu yerda faqat polni dokumenti bo'lishi shart. Agar bez dokument bu yerda qabul qilmaydi, ofitsialni firma qabul qiladi. Hay, boshqa nima deb qolamiz? Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.